Assalomu alaykum. Bugun biz Milliy gvardiya Andijon viloyati Chavandozlar maktabiga tashrif buyurganmiz. Hozirda tadbir boshlanish jarayonida turibmiz. Taassurotlar juda ham zo'r. Taassurotlar hozircha zo'r. Hozir endi ortda tomoshalarni ko'ramiz. Kuzatib boringlar. O'zbekiston bolalar tashkiloti, Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Milliy gvardiya boshqarmasiga qarashli Oxford sport maktabiga keldik. Ushbu maktabda birinchi jarayonimiz shu otdan sakrash musobaqasi bo'lib o'tadi. Undan so'ng esa bizning bolalar tashkiloti sardorlari bevosita shu mashg'ulotlarni amaliy tarzda bajarib turishadi. Biz barcha sardorlarga ushbu loyihamiz yoqadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Qaysi tumandan keldingiz? Sharxon tumanida. Hozirda taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim juda zo'r. Bunaqa joyga birinchi marta kelishim. Yana kelishni xohlayman shunaqa joyga.